Oyatal Kursi Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatlardan biridir. U Baqara surasining 255-oyatidir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oyatal Kursi Baqara surasining 255-oyatidir. Ushbu oyatning fazilati juda ko'p. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir qancha hadislari bordir. Quyoshning muborakli kuni juma kunidir. Kalomning muboragi Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimning muboragi Baqara surasidir. Baqara surasining muborak oyati Oyatal Kursidir. Kimki Oyatal Kursini o'qisa, Alloh unga bir farishta yuboradi. U farishta ertasi kuni shu soatga qadar qilgan xayrli ishlarini yozadi, yomonlarini esa yozmaydi. Farz namozlaridan so'ng Oyatal Kursini o'qigan inson bilan jannat orasida faqat o'lim monelik qiladi. Sizga videolar manfaatli bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuboring, kommentariyaga Alloh yagona deb yozib keting.